Bu uchastkani o'zi narxi arzon, joylashuvi ham bitta ko'riladi. Shundoqqina masjidning oldida joylashgan bo'ladi. Undan ham zo'r tarafi bu uchastkamizda tartsoyda joylashgan, yon taraflama chiroyli archalar ekib qo'yilgan bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Uchqahramon postidan 4 kilometr o'tganimizda Sho'ro mahallasiga kelganmiz. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyasi bor joylardan 2 sotuli mana shu tayyor patruch holatdagi uchastkamiz $179.500 ga sotiladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar ham guvohi bo'lasizlar. Narxiga juda ham zo'r variant, sifat bilan remont qilingan. Hovlimizni ko'rishimiz mumkin. Chiroyli letniy kuxna, bu yoq tarafda sanuzil kotelni xonalar joylashgan bo'ladi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, kirishimiz mana shunaqa chiroyli hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda chiroyli mebellar qo'yilgan. Bundan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, bitta umumiy sanuzil va bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Endi ikkinchi etaj keladigan bo'lsa, uni o'zi mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi. Jami 4 ta xona joylashgan. 3 tasi bolalar uchun qo'rsiylar bo'ladi. O'g'il bolalar uchun, qizlar uchun alohida qilib razmerlari juda ham katta ishlangan. Plus bitta umumiy sanuzil va bitta katta yotoqxonasini ko'rsak bo'ladi. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan. Uni o'zida ham alohida sanuzili bor. Ko'rib turganlarda narxiga juda ham zo'r variant. Qiziqadiganlar bo'lsa, pastda egalarining nomeri.